Neft dengizlarining shahzodalaridan biri Hamdam ibn Muhammad al-Maktum. Bugun u shunchaki Dubayning valiahd shahzodasi emas, balki Yaqin Sharqning eng ta'sir doirasi kuchli strateglardan biri hisoblanadi. Uning shaxsiy boyligi o'zi boshqaradigan aktivlar, mulklar, fondlar va sulolaviy kapitalni qo'shsak, 16 milliard dollardan ham yuqori darajada baholanadi. Bu boylik faqat shaxsiy saroylar yoki mashinalar emas, butun bir iqtisodiy imperiya, global investitsiya zanjiri va davlatga qarashli mega holdinglar bilan chambarchas bog'langan tizimdir. Ammo Hamdamning asosiy kuchi boylikda emas, qudratli tizimlarni boshqara olishida. Birlashgan Arab Amirliklarining qurolli kuchlari Yaqin Sharqdagi eng zamonaviy armiyalardan biri bo'lib, harbiy texnika, razvedka, dron texnologiyalari va maxsus bo'linmalar darajasi ko'plab davlatlardan ustun turadi. Dubay armiyasi zamonaviy dronlar, AQSh va Yevropa ishlab chiqaradigan jangovar texnikalar, vertolyotlar, maxsus kuchlar uchun mo'ljallangan trening markazlari bilan jihozlangan. Bu kuch bilan birga Dubayni kechasi osmondan qaraganda kelajak shahri kabi ko'rsatib turgan narsa Al-Maktumlar sulolasining iqtisodiy va siyosiy strategiyasi. So'nggi 20 yil ichida Dubay bo'sh cho'ldan global markazga aylandi. 2000-yillarda yillik mehmonlar soni 5 million bo'lgan bo'lsa, hozir bu ko'rsatkich 20 milliondan oshgan. Shunday sharoitda Hamdam bosh bo'lgan loyihalar Smart City konsepsiyasi, blockchainni davlat boshqaruviga joriy qilish, smart transport, metaverse strategiyasi va milliardlab dollarlik investitsion zonalar Dubayni jahon xaritasida yangi darajaga ko'tardi. Bugungi Dubay bu tezlik, tartib, intizom va cheksiz sarmoya oqimi hisoblanadi. Hamdam boshqaradigan tizim har bir sohada iqtisod, xavfsizlik, infratuzilma, texnologiya, turizm, investitsiya aniq hisoblangan algoritmlar bilan ishlaydi. Bu shaharni kelajak laboratoriyasiga aylantirgan kuch ham qandaydir sehr yoki tanish-bilishlik emas, balki yuqoridan pastgacha qat'iy ishlaydigan tizimdir. Shuning uchun ham Hamdam ibn Muhammad nafaqat oligarxlar dunyosining yorqin figuralaridan biri, balki armiyasi, iqtisodiy imperiyasi, siyosiy qudrati va strategik qarorlar qabul qilish darajasi bilan Yaqin Sharqdagi eng ta'sirli shahzodalar qatorida turadi. Uning qo'lida puldan ko'ra katta narsa bor: boshqaruv, intizom va tartib. Va aynan shu kuch Dubayni dunyoning eng tez rivojlangan shahriga aylantirdi.